Odatda erkaklar ko'proq xiyonat qiladi deb hisoblashadi. Umuman olganda ham xiyonat haqidagi ayblovlar ko'pincha aynan erkaklarga qaratilgan bo'ladi. Lekin hammasi shunchalik oddiymi? Keling birga ko'rib chiqamiz. Mavzuga o'tishdan oldin sizga kichik tanlovda qatnashishni taklif qilaman. Butun video davomida ekranda yulduzchalar paydo bo'lib turadi. Sizning vazifangiz video davomida ekranda chiqqan yulduzchalarning aniq sonini sanash. Shu video ostida yulduzchalar sonini to'g'ri yozib, birinchi bo'lib izoh qoldirgan ishtirokchi androlog, reproduktolog, seksopatolog, urolog, tibbiyot fanlari doktori Dr. Ergashev Dilmurod Soatovichdan bepul konsultatsiya oladi. Biz bir illyuziyani yo'q qilamiz. Ayollar xiyonati kam uchraydigan holat emas. Tadqiqotlar ma'lumotlariga ko'ra, butun dunyo bo'ylab 13% ayollar va 20% erkaklar nikohda turib, o'z partnyoriga xiyonat qilganini tan olgan. Bu degani faqat erkaklar emas, ayollar ham xiyonat qiladi. Albatta, O'zbekistonda statistika boshqacha bo'lishi mumkin. Afsuski, bu mavzu bo'yicha ochiq ma'lumotlar yo'q. Bunday muammoni jamiyatimizda ham oldindan bartaraf etish uchun keling bu mavzuni kengroq ko'rib chiqamiz. Avvalo shuni aytish kerakki, xiyonat faqat go'zallik standartlariga mos kelmaydigan insonlargagina qilinmaydi. Xiyonat qilinganlar orasida butun dunyo ideal deb hisoblaydiganlar ham bor. Hattoki prinsessa Dianaga ham xiyonat qilishgan. Prins Charles va Camilla bilan bog'liq tarix dunyodagi eng mashhur voqealardan biriga aylangan. Beyon Jay-Z bilan nikohidagi xiyonat mavzusini omma oldida ochiq muhokama qilgan. Shu qadar kuchli darajadaki, bu madaniyat va musiqa darajasida ham muhokama bo'lgan. Ayollar xiyonatining eng yorqin misollaridan biri Kristen Stewart 2012-yilda uni rejissyor Rupert Sanders bilan Shiriga xiyonat qilingan vaziyatda suratga olishgan. Nega mashhurlar tarixlariga murojaat qilamiz? Bitta narsani tushuntirish uchun maqom, go'zallik, pul, mashhurlik xiyonatdan himoya qilmaydi. Agar munosabatlarda yaqinlik va haqiqiy kontakt bo'lmasa, muammolar hammada paydo bo'ladi. Faqat mashhurlarda bu hammaning ko'z o'ngida bo'ladi. Endi reallikni tushunishga xalal beradigan asosiy mif: ayollar hissiyot bilan xiyonat qiladi, erkaklar esa jismoniy. Aslida esa fikrlash jarayoni ancha murakkab. Qaysi taraf xiyonat qilmasin, insonni bu ishga olib kelgan sabablar juda turlicha bo'lishi mumkin. Bugun biz asosiy sabablardan birini, juftliklarning jinsiy hayotdagi muammolarini ko'rib chiqamiz. Bu mavzuda tushunish uchun ikki tushunchani farqlash muhim: libido va jinsiy konstitutsiya. Jinsiy konstitutsiya juda sodda qilib aytganda, insonga tabiatdan berilgan jinsiy temperament. Ya'ni insonga umuman qanchalik tez yaqinlik xohish kelishi, u qanchalik oson qo'zg'alishi, xohish qanchalik tez tiklanishi va bu ehtiyoj vaqt o'tishi bilan qanchalik barqaror bo'lishi. Kimdadir xohish tez va tez paydo bo'ladi. Kimdir esa sekssiz uzoqroq yashay oladi. Ikkalasi ham normal holat. Muhimi, bu temperament tabiatdan beriladi. Inson o'z jinsiy konstitutsiyasini tanlay olmaydi, lekin inson o'zini va jinsiy xohishlarini nazorat qila oladi. Biroq agar juftlikda jinsiy temperament mos kelmasligi uzoq vaqt hal qilinmasa, bu xiyonat sabablaridan biriga aylanishi mumkin. Chunki ba'zan inson qoniqmagan ehtiyojini boshqa yo'l bilan to'ldirishga urinib qoladi. Bu holat erkaklarda ham, ayollarda ham uchraydi. Libido bu hozir va shu paytdagi jinsiy xohish darajasi. Jinsiy konstitutsiyadan farqli ravishda u doimiy emas va nafaqat haftadan haftaga, balki hatto soatdan soatga ham o'zgarishi mumkin. Stress, charchoq, kayfiyat, sog'liq holati va sheriklar orasida nima bo'layotganiga qarab. Eng muhimi, biz xiyonatni oqlamaymiz va bu normal demaymiz. Faqat nega shunday bo'lishi mumkinligini tushuntiramiz. Oiladagi qoidalar va chegaralar qanday bo'lishi faqat juftliklarning o'zlari hal qiladi. Bu juftliklar uchun nima degani? Ikki insonning jinsiy konstitutsiyasi turlicha bo'lsa, odatda shunday bo'ladi. Birovga seks tez kerak, ikkinchisiga kamroq. Agar bu haqida gaplashilmasa, vaqt o'tishi bilan bu haqiqatdan ham xiyonat uchun
kichik yo'lakcha bo'lib qolishi mumkin. Libido faqat muhabbatgagina bog'liq emas, balki siz qanday yashashingizga ham bog'liq. Ro'zg'or esa xohishni o'ldiruvchi eng kuchli omillardan biri. Ayol og'ir ishdan keyin uyga kelib, unda ikkinchi smena boshlansa, ovqat tayyorlash, uy yig'ishtirish, bolalar, ustiga ustak erning iflos paypoqlari va ichki kiyimlarini yuvish, bunday paytda seks haqida o'ylash qiyin. Hammaning istagi bitta: munosabatlarda o'zaro xohish va yaqinlik bo'lishi. Lekin xiyonat muammoni hal qilmaydi. Ko'pincha u og'riq, xafa bo'lish va ishonchsizlikni qo'shadi. Sabab esa baribir qolaveradi. Ancha foydali yo'l buni ikki kishi xotirjam muhokama qilishi, nima yetishmayapti, qayerda charchoq to'plangan, ro'zg'or ishlari qanday taqsimlangan va nimani o'zgartirsa bo'ladi. Iliqlik va xohishni qaytarish uchun. Juftlik kelishib, kichik lekin haqiqiy qadamlar qilsa, yaqinlik ko'pincha asta-sekin qaytadi. Nikohda yaqinlik yorqin va ehtirosli bo'lib turishi uchun seksologlar intim kosmetikadan foydalanishni tavsiya qiladi. Masalan, eyakulyatsiyani kechiktiradigan sprey prolongator. Shu orqali seks 40 daqiqagacha davom etishi mumkin. Vibra effektli intim gel esa ayolni qo'zg'atishga yordam beradi. Tabiiy namlanish ishlab chiqilishini kuchaytiradi va orgazmni siz tasavvur qilgandan ham 10 barobar yorqinroq qilishi mumkin. Agar buyurtma bermoqchi bo'lsangiz, kommentariyada qoldirilgan havola orqali buyurtma berishingiz mumkin. Video davomida nechta yulduzcha chiqqanini kommentariyaga yozishni unutmang, chunki sizni Dr. D bilan bepul konsultatsiya kutmoqda.